Samarqandga sizlar taksi chaqiruvmadinglar? Ha, shunday. Kim ketadi? Akam bilan Kenayim. Kenayim? Qani? Akamni yaqinda yaxshi ko'rgan qizlar tashab ketuvdi. O'shandan beri ko'z ollaridan ketmayapti o'sha qiz. Shunga nima desalar xo'p deb ishonib turing, maylimi? Bo'ldi, his qilamiz. Qolgandan keyin 2 pul beradi. Pul? Keling, akajon. Kenayim o'tiradilar? Ha, birinchi kelining o'tirsin. Marhamat. O'tir Nargiza. Sumkangni ber, bagajga qo'yaman. Bo'l. Bagajga o'chiring, sumkani qo'y. Og'ir emasmi? Yo'q, nima. Ke jonim, oyog'imga boshingni qo'y, mazza qilib ketasan jonim. Ke. Nima qarayapsiz meni qizimga, aka? Yo, oldingizga qarang-a. Men rashqim yomon. Ya mana yog'imni qashi. Ha? Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Kelingizni ko'ngli aynayapti-da, to'xtatib yuboring. Asta, kuchanma. O'zi bu uzoq yo'lga bo'lmaydi-da, qusgisi keladi. Bo'ladi. Ketdik aka. Kelyapmiz. Mana, tur. Qani? Mana kelyapti. Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Nimaga? Kelingiz tualetga kirib chiqsin. Kenayim qachon keladi, aka? Men bilmayman, ichib o'tayotganimda. Sharoit qilib qo'yganmiz. Faqat ketish kerak. Yana keldi Nargiza, keldi. Keldimi? Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jonim? Yaxshi. Bo'ldi, o'tirdi, hayda. Haydaymi? Eshikni ochmasdan kirdim, ha? Sen o'zi. Shunday qiladi, ha. Hayda. Hozir. Polvon aka? Ha. Shunday keliningiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga kelib oldik. Qalay, mazax keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulini to'laysizlarmi deding? Pulni Nargiza to'laydi. Qanaqa? Nimaga to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, mujik, gapingda tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashab yuboradi. Ya bu aldamaydi bu, mujik bu. 8600 yozing.